Xullas qarindoshlar, shunaqangi tishlarni top-toza qilib yuvib beradigan apparat chiqibdi-da. Nimaga men bu narsani oldinroq ko'rmaganman? 3 xil skorost ishlar ekan. Tish pasta ham kerak emas ekan. Oddiy suv quyib, tishlarni ichlarigacha top-toza qilib yuvib berar ekan. Har xil nasatkalar bor ekan, buni qaranglar. Endi esa biz buni biz g'atinda buni sinab ko'rish kerak deb turib, xuddi shunaqasini Xitoydan atigi 108 yuanga zakaz qildim qarindoshlar. Voy, korobkalari ham xuddi iPhone korobkalaridan-ku. Qarindoshlar, bu janavarni to ochgunimgacha sizlarga yil yangiligini aytaman. Yaqinda Xitoyda bir yilda faqatgina bir marta bo'ladigan 11 mega rasprodaja boshlanadi. Bu rasprodajadan siz ko'plab mahsulotlarni 20% dan 70% gacha chegirma narxlarda zakaz bersangiz bo'ladi qarindoshlar. Ha, qarindosh qanaqa qilib zakaz beramiz deydigan bo'lsanglar, qarindoshingiz sizlar uchun Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri zakaz berish bo'yicha 2 kunlik bepul darslik o'tkazmoqdaman. Aynan o'sha 2 kunlik bepul darslikni o'tkazib yubormaslik uchun profilim shapkasidagi mana shu link orqali yopiq Telegram kanalimga o'tib olinglar qarindoshlar. Qarindoshlar, bu janavarni tishni yuvadigan nasatkasi shunaqangi ko'p ekan. Endi qaysi nimaga ishlatilishini bilib olsam bo'ldi. Albatta, bu apparatni qarindoshingiz prosta raspakovka qilib emas, ishlatib ko'rsatib beraman. Uchiga nasatkasini taqdim, ichiga suv soldim. Shunda tishimga olib borganim bilaman, shunaqangi katta naporda yuvarkan. Bunaqa napor bilan yuvgandan keyin tishni ichidagi kirlari ham qolmaydi-ku. Buni skorisini ko'ringlar. Ayni mana shu tezlikda tishinglarni yuvib bersa nima deysizlar? Menimcha tish doktorlari oddiy tish shotkasidan aynan mana shunaqa tish yuvadigan vositalarni tavsiya qilishadi. Qarindoshlarim orasida stomatologlar bo'ladigan bo'lsa, bu apparat yaxshimi yoki yomonmi? Kommentariyada yozib ketinglar qarindoshlar. Xullas, buni ishlatib olgungacha hamma joyini ho'l qildim. Lekin menga rossa ham yoqdi. Endi mana shu apparatni o'zim ishlatishim uchun olib qoldim qarindoshlar.